Bugün havana ait yaxşı mana. Assalamu alaykum, dunyoning har qaysi yerlaridan sizlar kanalimiz eshilgandan beri bizni qo'llab-quvvatlab kelgan hurmatli ota-onalar, sevimli bolalar hammanglar yaxshi turibsizlarmi? Bu yer bo'lsa, shu Turkiyaninki Denizli viloyati Güzel köy degan bir yezsi. Bu yezda biz xeyli bo'lib qoldi bir qo'yilish banasi bilan Ali amca va Behiye teyze deb bir ikki hadimiz akamiz bilan tanishib qolgandik. Shuningdan bir nayt yaxshi munosabat o'timiz berib kelimiz deganga o'xshash. Bularning mijozi pek yaxshi. Bularninki nayt an'anaviy bo'lgan mana geleneksel deydi bir ekmek var. Yufkali ekmek debchu. Nayt nipis xemirdan shu o'tonda shu bir nimaning ichida bir tömürning ustida pishirib qilgan naytdi uzun saqlıq bo'lgan hech qanday bir ele xemiylik modda qaytilmagan oddiy bir xemiy turishmi qaytilmagan bir ekmek ekan. Ammo nayt yeyishlik bo'lganchu. Shundan biz mushlarni uyga berib kelish jarayonida bu ekmekni ko'rganimda ham bek yaxshi ko'rib yegandik. Bu da bizni alay taklif qildi. Men bir sapray uyanglar ekitib yanglar deb. Bo'ldi deb biz bolalarimiz bilan keldik. Mana ko'rganlardik, ikki xil un aralashtiradi hozir. Yendiki qutidiksi, to'chas qutidiksi. Bu mushu o'zininki, etizininki, tabiiy bevosita hech nima qo'shmay turib, ular tatib ekelgan, tugmandan tatib ekelgan unuchu. Andan keyin buning bilan yon tarafda qarasanglar bir xaltada 5 kiloluk bir xaltada un bor. Bu bozorning uni bilan ashning unini bek tang nisbat bo'lsa-mu, o'zining unini jiqroq aralashtirdi ekan, yerlik uninichu. Özdeş tügbende tatip ekegenini, anlakin ma bazarının onu azırak aralashtirib, ikkisi aralashtirib xemirni jug'urdi ekan. Bu mayqab qalsa xemiy toz yaxshi tutmaydi deydi. Unda çünkü tabiiy unda asosan shu xemir naytni qarroqlam chiqadi ekan. Bu uni men ishlatib baqdim. Nayt tabiiy o'g'a chiqib men yaxshi ko'rib azroq ekitib qildim, ammo tamoq etmek bek tasgan bo'lib lag'man deganda tamoqlar faqat qamlashmadi. Ammo go'shtnan, suyqash, masalan, tuguruklarni etib baqdim. Bu bo'ldi hamda gerçiligi bozorning undek oppoq bo'lmasa, qarimtul chiqadi ekan, ammo tabiiy un ekan. Hozir mana shu unlarni jug'urib xemiy oldiga keldi. Undan keyin mavmush o'zinikilik biz tono deymiz. Buning bir xil tonurning bir turi mavjud. Bu yer biz bir o't yiqish, ba'zi bir ishlarga azir ko'pdir yordamlashib qolgan bo'ldik. Ma'ning ustlarini tozalab turdi ekan, maxsus bir supugisi bor ekan. Ondan buni tigigan işte o't yoqadigan hamda o'tan bilan qizdi ekan. İşte yo'g'on taxtlar bor ekan. Bizning ambal deymiz, o'shda taxtlar bor ekan. Buni ish kuchni qo'yib anda malata jumlaq holatda chiq sug'ul qilib oldik hamda bir nimaning ichiga, dasning ichiga. Angacha ma o't shunda qizib cho'g' tushadigan hamda cho'g' tushib hozir musholatga keldi. Ondan bunu qilishdan burun bir qusqonli ichib ketdi. Men palak bilan nimada sizlarga maxsus bir qadimiy bizning böreklarimizni qilib beray. Tabiiy börek deb aytib dedi. Ma'qul dedik. Bu palaklarni qilib buning ichidagi nima bo'lsa palak, andan keyin piyoz azroq. Ondan malniki bir beyaz peynir deydi. Ashuni uvuqqichi. Shularni selib qildi. Azir bir lozim selib ekan. Undan bir xil shunda yaxshi bo'ldi ekan endi. Buni işte biz açıdigan hozir shu suratdagi nimada ko'rganinglardek teznip biz açdı bunu. Nayt qizg'in. Men abla deb yaxshi ko'ramiz. Biz shunda nim qilib sada shunda biz qilib açdı. Avval sizlarga bir qo'sqonlar beray. Andan keyin ekmekni yapayli, nenimizni yapayli debchi. Mushta biz qilib ochgandan keyin andan keyin apalehunchu. Müştaq yerim tarafiga chiroyli buni nim qiladigan hamda. Hozir holatga müştaq keltidi, men ochdigan. Echib apalekni ash yerimiga chiroyli müştaq nim qiladigan. Qo'ydigan hamda ustidan miyaga. Qo'yib uning og'zini etadigan. Bu yiliq ham xemibek nipiz bilsizlar palekmi bir issiq o'tib bo'g'ich pishidi. Ham bek izvetmisi yaxshi vitaminlarimiz saqlanib qoladi emasmi? Andan bu ne aşıylık hazır qızğan maylık tömür qazonga o'xshab ketadigan bo'lchiq. Men sizlarga nim deb tushuntirib berayim. Tömür qazonningki ashimishda bir ko'pchib cho'g'on qismini qiziydi ekan mana shu qizg'an qismi qilam. Qizg'andan keyin yon tarafda bir supugisi bor ekan, supurib turdi ekan, maxsus shuning supugisi ekan ustini. Ana lotlar bor ekan, aytib turdi ekan buni. Andan buni men mushtalat qildim. Mana cho'rlarini chiroyli mana juplab aşen çaplab qandan keyin mana ustiga qo'ydi. Ma o'ttas qizib turayotgandan keyin buni oldi keyin shuna o'riblam pishirdigan. Bu uzun qolmaylam pishirgan, nayt yaxshi pishirgan. Xemirmo bek nipiz bo'lgandan keyin, ichilik palak birdamda pishgandan keyin nim qilgan. Biz bunu qilayotqis og'zimizga seriq suv kelib ketdi. Tam qanaroq bo'lganda deb o'yladik tamdi. Bunun ichida go'sht yo'q bo'lgan, palak bo'lgan, har xil narsa bo'lgan. Bizga 3 xilni qilib berdi. Bunun go'sht qismi bo'ladi deydi. Öyle kavakin uni uvoq qilib chanab uni qismi bo'ladi deydi. Mana bu pishdi qarindoshlar. Mana bu bir pishib bir ishki talmiki.
Ben bunu sizlerge bir köstüp koyayım. Mana bir kesipçü işçini. Ma xemiyim bek nipiz olgan deken, bucu bek yeyişlik oldu eken. Hazır men kesip üzerime a tarafını bir tetip baktım, ama təmi şunçilik yaxşıcı, bir xil çayını demlep koyup, sağlamın ait yeyişlik oldu eken. Ma o təbiyemdi. Taladı qağaları, duxup kıtıp oldu. Man işçim şunu yeşil. Palekin fakat rengiden ketmegen emdi. Aşağılatı oldu eken. Bu bir tetip bekişik fırsat bula sizlerge. Mana mavu neçisi birden aralıqda bir 7-8 parçam pişip ketgan. Ballam shunchalik to'yib ketdi. Anda yana bir xilni qilib berdi-ku bizga. Buni umiyat sho'xli barkan to'q. Qizim biroz nim qildi buningda. Xamsay qilaydi. Mana ma'noda chiroyli o'yliq zugul qilib oldik. Jumloq zugul. Qizim ma sho'xlidi biroz, men nim qilay deb, so'qsay qilay deb buni to'g'rab bir taqsiga tayyor qilib başta qildi. Solu jüplanmaşdan nim qildik. Ma yeni bir xilni qilib beraydi-ku. O'ziniki to'qis barkan to'q shuni tuxumidan chiqdi, chaqdi ekan. Anda bunu şundan yaldı degen. Bunun təmi bir xil özgücü boldu ekan. Bunun üstləri hazır tuz sepib ötüdü. Anda man çaplaplam, şunun üstüge qoyğan degen. Bilsizlər tuxumuna ait issiqni көзләм tuz pişqan degen. Mana bu şalatda birdemli pişdi bu qiziq. Man dəmal köktatni yaxşı görmegen, ballarımız bo'lib qolib qolsa, ma xilni qilib bəs boldu ekan. Anğıcı ballar hammamiz yordamlashib ballarımı bir jim to'mgan bo'ldi. Bu yerda zat uni qilib, buni qilib degandek. Biz muştanda küçük küçümüzün yetiştiği anda jumlaq zugullarını qilib edimizge tayyor qilib berdik. Apımız aşağı turib echibchu. Endi biroz non qilayli deb nonga nim qildi. Ananiki yana bir xilni qilib berdi. Uni teriyağı deydi-ku, ma seriq may. Seriq mayninki qattiqni ilib bunda mana qiziq ekmekni pishirgandan keyin shu pishirgan ekmekni ustiga lam nimini aşını sürdükemiz teri niminçu seriq mayni. Hazır mana bu azraq qatıdı. Ma piş sulu qaranglar. Aşında pişirdiken mana aşında şardek chiqib atamdı öylep. Aşında öldü degen ayni. Aşında ölgenden keyin bu pişdi deb qaraydi ekanda. Bumuz xam bo'lib qoldi deydi ekan. Bu xam bo'lib qolgandek turmudim bek nepiz xemiychi. Ko'rinadi zada atrap ayni. Azraq ustlari sağuç köygəndək alet kildiken. Andan buna müşək ep boğuca man köydünglar. Qurup birdemde qurup boldu ekan. Quruq baş tarang bolap ketdi öyle. Ma ballar chips deb yangi qalamchisini yeydi-ku, nimedek ashunday guruch qilgan quruq alet deysizmi bir xil tam bakan endi. Bunun bir tuz, su, undan başqa hech nima qetilmadi-da ma unga. Hazır anondan yana bir mana shu yana bir xil nimasi ma u seriq mayni mana sükeplam, qiziq aletlam. Bunu işte qıysak bunun bir 3-4 parça man tayyor bo'ldi ekan. Bu shunda yeyishlik bo'ldi ekan endi seriq mayning ta'mi chiqibchu. Bu bir xil börek ekan. Tamam. Hazır hem de şu tayyor qilib qo'ygan zugullarning hammasida mana hozir shu maxsus ekmekni yepish kirishib ketdi. Bu bek uzun bo'lg'achqan men qisqartibroq oldim videoga. Ballarımı biraz gepsizlik qilib, uni buni qilib baqqan bo'ldi. Uydim qilibdim. Shunda olsunmu, miyadimi bek qiziqdi bu ballar. Ballam yizdamuş qan mannon etiş usuli qarab bularmichu shunchalik avas qilgan odatim uydim men cho'qim zadim işte ximiya ichib tomoqlanimchi qilma. Ballam bek chiqib ko'rgan bunamdi. Miyada shunda o'zi ko'rishcha qilib baqdi. Cho'ng qizimning qilib baqis keldi buni. Mana mavu hazır ekmekler pişip yerim bu halde bu aşmışnolıq işte pişirip nim qıpırmam bir dəstə depçu. Aşta qılıb mana bu birdən qurp oldu ekan. Mana bu şunun üstüge aldı yan tarafdan şunda qıldı ekan mana müşaletdə. Andan bu müşta şu köpürdü ekançu. Aş resmi qulsaq sep qıldı ekan. Anan ekan qıplan pişirdi ekan. Pişirip yu mana hazır öyge kelip bandıq bunu. Ballamna ait qaldı qatlan joşturup qızğın yardımlaşmaq. Ballam ishni qilib ekmekning qanday yesilganligini bildi mana mushallatda. Bunu mundaq şekilde qilamiz mana buni bir oq tegdiksi bir paxtiraq bunun üstüge shuni qo'yib andan keyin ma potliqning og'zini jingladim shunaq teshiblam suvni toz chechib oldi keyiniga andan bunu dumlab
da nim qilib qo'yamiz, yepib qo'yamiz. Taxminan bir 3 minutga bormaylam assaq mana bu o'zini qo'yib turdichu. Aş özünü şundan qo'yib bir poşkal altı var, tuxum poşkal deymiz. Şu holat kelgandeklam bo'ldi zadi. Mana ashni o'ttirisini ochqil bo'ldi. Odatda men ikkini bir qildim. Ikkini qilsaqmi bo'ladi-chu. Birini qilsaqmi bo'ldi. Qanchalik yeysak shunchalik qilsaq bo'ldi. Men hozir ikkini tayyor qildim. Buning ichiga har xil narsa solsaq bo'ldi. Mayli sho'xli damdiq, salatalik damdiq, go'sht, mayli nim qilayli har qanday narsa silib yo'g'iblamisa pek yaxshi bo'ldi ekan. Shuna qilib buni yeb tetib qilib baqqan bo'ldik. Mushu yez turmuşida, yani tuproq ustida yashagan vaqtimizda texim ko'p narsalar texim tabiiylashishga boshlaydi ekan. Yemek-ichmeklarimiz texim tabiiy bo'ldi ekan deb o'yladim. Biz bugun shuna qilib turk qarindoshlarimizningki an'anaviy nonlardan bo'lgan turk ekmeki, ya'ni yufqali ekmek bilan tanishib chiqqan bo'ldik. Bu nipizning ilqi ta'mining bek yaxshi bo'lish bilan birga, nihoyat tabiiyligi bilan mo haqiqatan yaxshi ko'rdim desam bo'ladi. Mushu bir millatningki mayli urf-odat bo'lsin, yemek-ichmek jihatdagi ma'lum bir bilim ega bo'lishmi bizni bir ma'lumotli qiladi deb o'ylayman, ham bir biz uchun bir bilim deb o'ylayman. Shu oxirgacha bizni zerikmay anglagan qarindoshlarimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Kelarki sonda ko'rishgacha hammanglarni Allohga topshirdim. Allohga omonat.